Shunaqa qanot tayyorlashni o'rgataman. Ushbu retseptni topishingiz qiyin. Opisaniyada grammlarigacha qo'shiladigan masalliqlarni yozib qo'ydim. Mani duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Turkiyaning ziravorlarini ishlatdim. Agar topishga sharoit bo'lmasa, nima bilan zamin qilishinglarni yozib ketdim. Muhim joylaridan marinovka 4 soatdan ko'proq turishi kerak. Nimaga qanotni aynan o'rta qismi desanglar, birinchidan mazali va pishishi ham juda ham oson. Agar yapaloq six topa olmasanglar, oddiy sixdan ikkitasiga taqasizlar, yo'lmasam aylanib ketishi mumkin. Olovda taxminan 10 daqiqa aylantirib pishirasiz. Pichoqni tilib chiqsanglar, ichi bilan sochni pishadi. Agar shu video 10 mingta layk yig'sa, keyingi safar koftani retseptini o'rgataman. Shunaqa qanotlarni albatta yaqinlarga tayyorlab bering. Retseptni saqlab qo'yishni unutmang. O'rtoqlar, stol-stulni qayerdan olding? Stol-stullarnimi? Treat mebeldan oldim. Yaxshi ekan. Zo'r.